Siz shahar markazidan 3 xonali uy xarid qilgan bo'lasizmi yoki chetroqdan bo'lsa ham tinchroq joydan o'zingizga uchastka qurgan bo'lasizmi? Bor yo'g'i 2 sotixli yer maydoniga. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Kaminam Yo'qroch. Bejizga men videoni bu sarlavha bilan boshlamadim, chunki bugungi loyihamizning o'lchamlari bor yo'g'i 10 metrga 11 metr 40 santimetr yoki umumiy kattaligi 114 metr kvadratni tashkil qiladigan neoklassika uslubidagi ixchamgina loyihamizni bor yo'g'i 10 metrga 20 metr bo'lgan uchastkamizga joylashtirib loyihalab chiqqanmiz. Bugun sizlarga mana shu loyihamizni qisqacha obzorini ko'rsatmoqchimiz. Loyihamiz o'z ichiga bitta mehmonxona, bitta oshxona, ikkita yotoqxona hamda ikkita sanuzelni oladi. Undan tashqari esa o'zining oldida chiroyli landshaftli zonasiga ega, naves qismiga ega va orqada ham havo aylanishi uchun qo'shimcha joylari qoldirib ketilgan. Videoni esa batafsil o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Biz esa boshlaymiz. Lekin boshlashdan oldin bir narsani eslatib o'tamiz. Mana shu chiqarayotgan videolarimiz hammasi albatta birinchi o'rinda xalqimizga manfaatli bo'lsin deb, ikkinchi o'rinda esa albatta o'zimiz uchun o'zimizning kontentimiz rivojlansin deb chiqaryapmiz. Mana shu faoliyatimiz bardavom bo'lishini xohlasangiz video ostida like qoldiring, uzoqlarda aktiv bo'ling hamda iloji bo'lsa videomizni yaqinlarga ulashib qo'ying. Kanalimizga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Sizga ham sifatli arxitektura va dizayn xizmatlari kerak bo'lsa, yechimni biz qilamiz. Biz bilan bog'lanish uchun esa yuqoridagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Agarda siz yosh oila bo'lsangiz, mana shu loyihamiz aynan siz uchun judagina mos. Tezgina 2 sotix yerni topib qurib olsangiz bo'ladi. Loyihamizni to'liq o'lchamlari, ketadigan rasxod materiallari bilan tanishish uchun esa o'zimizga bog'lanishingiz mumkin. Telefon raqamlari esa o'sha. Endi esa boshlaymiz. Aytib o'tganimizdek, uyimizning ko'cha tomoni, ya'ni fasad qismi 10 metrni tashkil qiladi. Ko'cha tomonda agarda joy bo'lsa, chiroyli qilib yashil zona hosil qilib qo'ysak bo'ladi. Agarda joy bo'lmasa, qilmasak ham hech kim xafa bo'lmaydi. Uyimizga kirish uchun esa chap tarafda bitta kattagina darvozaxona qismimiz, o'ng tomonda esa o'rtaroqda bizning kalitka qismimiz qoldirib ketilgan. Kalitkamizdan ichkariga kiramiz. Bu yerda esa ko'rib turganlaringizdek bitta mashinani joylashtirish uchun anchagina keng joy qoldirib ketilgan uyimizgacha ham. Uyimiz esa neoklassika uslubida qilingan, fasadiga esa o'zingiz baho berishingiz mumkin. Agarda yana ham kam xarj bo'lishini xohlasangiz, mana shu chiqarilgan figuralarni ozgina yana ham soddalashtirib, ya'ni fasadimizga berilgan tegalarni kamaytirish imkoniyatiga egasiz. Hovliga kirganimizdan so'ng esa o'ng tomonimizda bizni alohida tashqari uchun mo'ljallangan hojatxonamiz qoldirib ketilgan do'stlar. Mana ko'rib turganlaringizdek, bu bizning hojatxonamiz. Bu yerda esa qo'l yuvish uchun alohida umivальнигimiz ham mavjud. Uyimizning o'zi ixchamgina bo'lsa-da, uyimizning old tarafiga kichik bo'lsa-da yashil zonani esdan chiqarmaganmiz. Endi esa ko'p kuttirmasdan ichkariga qarab yurishimizni boshlaymiz. Zinalarimiz soni esa 3 ta, 4-inchisi oyoq kiyimlarini yechib qo'yish uchun, bu degani fundamentimizni, mana shu sokilimizning balandligi 60 santimetrni tashkil qiladi. Ichkariga esa mana shu eshik orqali kiriladi. Ichkariga kirganimizdan so'ng esa eng birinchi duch keladigan eshigimiz chap tarafda qoldirib ketilgan, bu bizni mehmonxonamizning eshigi hisoblanadi. Mehmonxonamiz ham yetarli darajada keng va xuddi mana shunday ko'rkam. Uyimizning o'zi ixchamgina bo'lsa-da, lekin ko'rib turganlaringizdek o'lchamlari unchalik kichik emas. Ko'p holatlarda 3 xonali kvartiralarni olganingizda xonalar razmeri anchagina kichik bo'ladi. Bu holatda esa ularning ichiga stol mebellarni joylashtirish anchagina noqulaylik yaratadi. Biz esa real holatda qanday bo'lsa, xuddi shunday qilib stollarni qo'yib mo'ljallab ko'rsatib berganmiz. Bu mehmonxonamizning derazasi uyimizning old tarafiga, ya'ni naves qismiga qaratib o'tilgan do'stlar. Bu eshigimizdan qaytib tashqariga, ya'ni koridorimizga chiqamiz. To'g'riga qarab yurishni davom ettiramiz va xuddi mana shu joyda, ya'ni o'ng tarafimizda bizning oshxona qismimiz qoldirib ketilgan. Oshxonamizning ham derazasi uyimizning hovli tarafiga qaratib ketilgan. Oshxona hamda mehmonxonamizning derazalari katta panoramli oyna qilib ketilgan. Bu degani havo aylanish tizimi anchagina yaxshi bo'ladi. Oshxonamizning ichida ovqat tayyorlanishi va bu yerda o'tirib
bemalol oila davrasida tamaddi qilinishi mumkin. Bu xonamizdan qaytib chiqamiz va to'g'riga qarab yana yurishimizni davom ettiramiz va xuddi mana shu joyda, ya'ni o'ng tarafimizda ham bitta umumiy sanuzilimiz mavjud do'stlar. Sanuzillarimiz hamda oshxonamizni hammasini demak liniyasi bitta joyda qoldirib ketilgan. Bu ham albatta santexnika ishlarini arzonlashtiradi. Mehmonxonamizning orqa tarafida esa bitta yotoqxona mavjud. Buni biz bolalar yotoqxonasi qilib mo'ljallab olsak ham bo'ladi. Bu yotoqxonamizning derazasi ham uyimizning orqa hovlisiga qaratib ketilgan do'stlar va xuddi mana shunday umumiy ko'rinishga hamda tuzilishga ega. Bu xonamizdan qaytib tashqariga chiqamiz va koridorimizni o'ng tomonida eng so'nggi xonamiz tomon yuzlanamiz. Ya'ni koridordan kirdik. Birinchi bo'lib chap tarafda mehmonxona, o'ng to'g'risida oshxona, undan so'ng esa bitta sanuzil va mehmonxonaning orqa tarafida bitta yotoqxona bo'ldi va eng so'nggi xonamiz esa bizni ota-onalar yotoqxonasiga olib kiradi. Ota-onalar yotoqxonasining ichida esa o'zi uchun alohida yuvinish xonasi qoldirib ketilgan. Va bu yotoqxonamizning derazasi ham uyimizning orqa tarafiga qaratib mo'ljallab ketilgan. Ko'rinishi esa xuddi mana shunday. Kravatlar, shkaflar, hamma narsa joylashtirilgan. Eng muhimi, hamma xonalarimizda deraza mavjud. Koridorimizga chiqdik. To'g'rida ko'rib turganlaringizdek kirish eshigi mavjud va koridorimizning oxirida esa chiqish eshigi mavjud. Men nima demoqchiman? Mana shu koridorimiz uzun yo'lak va yo'lagimizning oldida ham, orqasida ham eshiklar mavjud. Hozirgi uylarimizda eng yetishmaydigan narsa bu yelvizak deb o'ylayman. Bu uyimizda 100% yelvizak yaxshi bo'ladi. Chunki oldindan kirgan shamol to'g'riga qarab yelvizak bilan chiqib ketadi. Bu degani uyimizda havo aylanish tizimi anchagina yaxshi. Bu yerda qandaydir sanuzil yo boshqa narsa bo'lsa, bunchalik yaxshi darajada bo'lmasligi mumkin edi. Lekin hozirgi holatda kerak bo'lsa, konditsioner qo'ymasangiz ham ikkita eshikni ochib qo'ysangiz, yaxshigina shamol aylanadi. Va bu eshigimizdan orqa tarafga chiqamiz. Orqada shunchaki bizga orqa hovli uchun joy qoldirib ketilgan. Darvoqe bu loyihamizni agarda shahar sharoitida bo'lsa, gaz, svet, suvdan muammo bo'lmasa, isitish tizimini oshxonamizni o'ziga joylashtirib ketsak ham bo'ladi, dvux-kontur kotyolimizni. Agarda buni sal chetroq joy uchun mo'ljallamoqchi bo'lsangiz, kotyol uchun orqadan alohida joy ajratib ketsak ham bo'laveradi. Xuddi mana shunday hamma xonalarimizni tushuntirib o'tdik. Endi esa hovlimizga qaytib chiqamiz. Uyimizni yana bir marta ko'rsatamiz va xuddi mana shu joyda videomizni yakunlaymiz. Do'stlar, siz bilan har doimgidek Kamina Mehroj bo'ldi. Yana eslatib qo'yamiz, ya'ni videosida like qoldiring, izohlarda faol bo'ling. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni asrang.